O'sha ayollar musiqa chalish, qo'shiq aytish, hatto chet tillarni ham yaxshi bilishsa kerak. Yurishlari ham viqorlidir. Buni ustiga ko'p kitob o'qishgan. Ko'p xonimlarni uchratganman deyapsiz, ammo ularni birontasini ham yaxshi bilmasangiz kerak. Nega unday deyapsiz? Gapim noto'g'rimi yo? Siz sanagan hamma fazilatlarni o'zida mujassam eta oladigan ayol faqat xayolda bo'lishi mumkin. O'zingizga shunchalik bino qo'yganmisiz, janob Darsi? Unaqa demagan bo'lardim. Nimalarni o'ylab gapirdingiz bo'lmasa? Shunchaki ustimdan kulib ahmoqona maslahatlar berishlari yoqadi menga, chunki bu bilan hech qachon fikrimni o'zgartirish olmaydi. Siz bilan ehtiyot bo'lib gaplashar ekanman unda. Muhabbat haqida ham mana shunaqa o'ylasangiz kerak. Nasl nasabiga tekkan kasal bu. So'nggi paytlarda yuragim ostin-ustin bo'lib ketdi. Tushunmadim gapingizga. Men sizni sevaman. Jonimdan ortiq sevaman. Sizdan o'tinib qo'lingizni so'rayman. Sir, menga qilgan yaxshiliklaringizni behad qadrlayman. Lekin meni kechirasiz agar sizni iztirobga qo'ygan bo'lsam. Atayin bunday qilganim yo'q. Demak javobingiz Xo'p bo'ladi.